Assalomu alaykum. Hurmatlar, ishlab olyaptimi? Hozir 1 daqiqa. Tak. Anaqani boshladik уже. Bugun vaqtim bo'ldi. Tak. Mana ko'ryapsizlar, mana bolt joylarini aytgandim, gayka payet qilaman deb. Mana payet qilib chiqdim hamma joyini. Ko'rib turganingizdek hammasi payet qilingan. Уже надежный bo'ldi, уже hech qanday kontakt kerak emas. Oyga gayka bolt. En надежный kontakt, надежный kontakt. Bular bemalol 50 ampergacha ham ko'taradi bu tomon. Bu tomon esa spokойно 200 ampergacha ham ko'taradi. Главное, endi уже надежность bu emas, уже buni ludit qilishga bog'liq, armiyat qilib qancha katta tokka qarab. Akkumulyator qancha ko'p bo'lsa, shuncha kuchaytirib boraveradi, xolos, armiyat qilib. Transformator drossellarni matatib qo'ydim mana. Tayyor qilib, birinchisi mana. Birinchi drossel. Ikkinchi drossel. Mana matatib qo'yganman. Bu ham 1.6likdan ikkita matat qildim. Xolos. Keyin sitioy filtr kirishga xuddi mana sxemadagidek sitioy filtr bilan qo'yiladi mana. Mana joyiga qo'yiladi. Ko'rayotganingizni boshlaysiz. Plus minusga. Bu pamix kelmasligi uchun, zglarit qilish uchun. Samon induksiyani keyin razlamasdan. Tak, mana bu. Yana transformator blokdan yana matat qilib bo'ldim. Xullas bundan 4 ta vaqt chiqadi. Отдельно bir-biriga anaqa ulanmagan. Xullas samozapitdan pat upravleniyaga keyin driverga отдельно chiqadi. Plus minusi ulanmagan bo'ladi bir-biriga. Xullas keyin radiatorchilar hammasi diod katta bo'ladi. Katta diod qo'yiladi bunaqa. Скоростной diod. Tak, fokus qilsanchi bu. Xo'sh, D9202 da fokuslar yaxshiroq emas, shunisi bor. Kamerama. Telefonni olmayapman chunki. Xo'sh, tranzistor esa bunga bunaqa tranzistor qo'yiladi. RB 330 3307Z. Tak, ko'rinadi kamerasi. Xo'sh. Ko'pga tarafli poxa bor. Fokus yaxshi emas. Meni ekranda fokus yaxshi ko'rinmayapti prosta. Tak. Mayda tranzistorlarga radiator. Nimaga kichkina radiator desa, chunki beta tranzistorlar motion tranzistor bu padina anaqa qarshiligi juda kam bo'ladi. Shuning katta tranzistor kerak, tem bo'liga 4 ta tranzistor qo'yiladi. 4 ta tranzistor qo'yiladi. Mana ular tagilar lishni. Так, keyin
Hozir yana bu to'quv transformator. Mana bu yerda sxemada ko'rganingizdek, mana bu yerda to'quv transformator bor bu yerda. Bu nagruzkani ham korotka zamыканиеga qarshi bo'ladi. Tokni o'lchab turadi. Bir narsa agar prevshat qiladigan bo'lsa, bundan signal plot upravlениyaga boradi. Bu сразу o'chiradi shimni. Bu korotka zamыкания dash kuydirib olmaslik uchun перегруз yoki korotka zamыкания bo'ladigan bo'lsa, akkumulyator tomonidan. Mabodo tranzistor ham ketilgan bo'lsa ham, bironta tranzistor shuni ham o'chiradi. O'chirib yoqish kerak bo'ladi полностью avtomatdan ishga tushirish uchun. Agar перегруз bo'lgan bo'lsa, agar yana qizil yonib qoladigan bo'lsa, перегруз bu avariyka bu. Demak, o'zi qaytadir korotka zamыкания bo'ladi. Так, ishni boshladim. Endi bular hammasini hozir payet qilib chiqaman. Payet qilib chiqqandan keyin mana shu hammasi o'sha ketadi xolos. Shu apparatga ketib mana shu hammasi. Bellar, mana shu narsalar hammasi xolos. Mana shu narsalar mana. Bu уже 1-2 kilomi bo'ladi u anaqa plata kamda. Olsam уже mana shuni o'zi mana shuni o'zi 1 kilodan oshiq, 1,5 kilo bor. Shunaqa gaplar. Hammasini tayyor qilib bo'lgandan keyin yana bitta videosini qilib tashlayman. Уже u yoq tez kirish bo'lishi mumkin. Ko'raman. Vaziyatga qarab.